Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Muhtaram televizion ko'ruvchilar. Kelinglar, shu biz qanday bo'ladi? Din islomdan albatta ko'p zotdan xabarimiz yo'q. Yo xabarimiz yo'q degan bunday emas, xabarimiz bor, lekin ba'zilarini eshita olmaymiz yo ba'zilarga uncha eshitgan zotga ham ahamiyat bermaymiz. Masalan, qanday ro'za, namoz, boshqalarini mahkam tutganmiz u bir xil axloqlar va xonadon uchun bo'lgan zotlardan ozroq uzoqroqmiz yoki qanday bo'ladi? Shuni yaxshiroq bilolmaymiz. Aslan bizga nima, muhtaram ko'ruvchilar? Bizga hammamizga muhim zotimiz, asl maqsadimiz faqat uydagi bolalarimiz va avlodlarimiz va oilalarimiz. Bu oilalarda faqat biz o'ylaymizki, biz ishlab keldik, bularga ovqatni tayyorlasak, pulini bersak bo'pti deb. Albatta unchalik kifoyat emas. Bularni hamisha bir ravobiti xonadonni mahkam tutamiz deb va bular bilan islohi xonavoda deganda, aziz birodarlarim, singillarim, opaxonlar, kelinglar, butun biz o'zimizni isloh qilib, oilamizni bir birovga mehribon qilib, silai rahmdan boshlab tursak, inshaalloh bor oilalarda agar xudo xohlasa mashokil, qiyinchiliklar bo'lsa, janjallar bo'lsa, yo'qolib yaxshi bo'lib ketadi. Buni qanday qilaylik? Kelinglar, bir o'tirib shiringina qissani aytsak, inshaalloh hammamiz tushunib olamiz. Qissa deganda bunday qissa emaski, undan bo'lsin, balon bo'lsin, narsa bo'lsin degan hikoyalar bo'lsa. Yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xonadonidan bir qissani o'rsak va bu qissadan o'rganib olib, o'zimiz o'z hayot uchun o'sha zotlarga bir qadam bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qadamlaridan qadam qo'yib o'rgangan zotlarimizga inshaalloh amal qilsak. Masalan, qanday aziz birodarlarim, hammalaring bilasizlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 4 ta qizlari bor. 4 ta qizi bo'lgandan keyin, masalan, bibi nimasa 4 qizni bo'lgandan keyin 4 qizga 4 ta kuyov kerak bo'ladi. Masalan, bibi Zaynab, bibi Ruqiya, Ummu Kalsum va bibi Fatima onamiz. 4 qizni hammalarimiz bilamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 4 qizlari bor. Lekin 4 qizga 4 ta kuyov qaysi desa, shoyat aksariyatimiz javob bera olmasak. Ha, shunda aytsakki, ha, Hazrati Ali raziyallohu anhu Muhammad sallallohu alayhi vasallamning kuyovlari bibi Fatima onamizni olgan. Buni hamma bilamiz. Lekin boshqa kuyovlari qanday? 4 ta qizga 4 ta kuyovmi? Agar bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda ahli baytni o'zlari otamizni manzilasiga bo'lsa, ayollari bibi Xadija onamiz, bibi Oysha onamiz onamizni qatoriga bo'lsa, qizlari nima bo'ladi? O'z opa-singillarimiz bo'ladi. O'z opa-singillarimizni bilmasak, nimasini bilar ekanimiz? 4 ta qizga 4 ta kuyov kim desa, mutaassifona aytish kerakki, aksariyat nahot javob ayta olsaki, bu 4 ta kuyov kim? Xo'sh, aytdikki, bir ta kuyovi Hazrati Ali karramallohu vajhu, buni hammalarimiz bilamiz. Ikkinchi kuyovlari kim? Ha, Hazrati Usmon Zinnurayn deydilar. Hazrati Usmon raziyallohu anhu Zinnurayn, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bitta qizlarini olgan, u o'lgandan keyin ikkinchi qizlarini olgan. Hay, bibi Zaynabni kim olgan? Ha, bibi Zaynab, bugungi qissamiz Zaynab binti Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Kelinglar, bibi Zaynab, ya'ni asl bugun qissalarimiz ko'rib turgan muhtaram otaxonlarimiz qaynotalarga va yoshlar kuyovlarga, ya'ni qaynotalar kuyovlarga xos va kelinlarga, ya'ni butun hammamizga. Yo kuyovimiz, yo qaynotamiz. Shunaqami, shunaqa emasmi? Yo kelinmiz. Ko'ringlar, bir qaynota oila bir bo'lib tursin, aramizda ajralmaylik deb qancha mushkulotni o'ziga tahammul qilib, oilani butun saqlash uchun jon fidokorlik qilgan va kuyov ham qaysi raqam bo'lsa ham qanday qilib oilam buzilmasin deb qancha jon fidokorlik qilgan va kelin bu taraf otam, bu taraf erim. Qaysi qanday qilay, uyimdan ajrashmay qanday qilay deb uchovlari ham jon fidokorlik qilgan. Kelinglar, bugun ham qissani bilib olaylik va ham bibi Zaynab onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning katta qizlarini bilaylikki, hayotlari qanday, kim bilan uylangan va nima narsalarga tushgan va necha yillab faqat nima bo'lgan? Erlari kofir musulmon bo'lmasdan turib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib turib, bu kishi o'rtada qolib, bu yoqqa qolsam erim,
bu taraf qolsam otam ham payg'ambar bo'lsa, lekin bu taraf ham erim bo'lgan bo'la, bu kofir bo'lsa, lekin bundan avlodim bo'lsa, qanday qilay deb nima narsalarni tahammul qilgan va oilani saqlash uchun nima narsalar qilgan. Hozirgi janjallar bo'layotgan yoshlardan, qarilardan, ba'zilardan so'rasangiz, bo'lmagan narsalarga, bir juz'iy narsalarga olib turib, Xudo naxosta hab urush yaqalash u yoqqa tursin, taloq manzilalarga borotibdi. Agar bu raqam bo'layotgan bo'lsa, bizning kelajagimiz, bizning qishloqimiz, bizning xonadonimiz, bizning shahrimiz qaysi manzilaga borar ekan va qaysi raqam bo'lar ekan? Xo'sh, endi nimadan boshlasak? Aslan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning katta kuyovlarining otlari kim? Abul Os ibn Rabi. Bu kim? Asli Makkani, Qurayshni eng yaxshi xonadonlaridan, nomdorlaridan bittasi va o'zi kim bo'ladi? Bibi Zaynab onamizning xolasini bachalari bo'ladi. Ya'ni qanday? Bibi Xatija onamizning singlisini yo opasini o'g'li bo'ladi. Ya'ni Bibi Zaynabga nima bo'ladi? Bisari xolasi yo xolasini o'g'li bo'ladi. O'shanday bo'lib yashab yurganda bir tilla deydi Abul Os Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, albatta bu gap Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmasidan avval. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlariga Abul Os keldida, "Yo Rasululloh, shu xolamning qizini Zaynabni so'rab keldim sizdan" desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bugungilarda emas, uyidan so'rama, xotindan so'rama, maslahat qilma, qiz bechoradan kutani so'ramoq yo'q. Nima qilasan, shu odam senga kelibdi, qabulmi demoq yo'q. Nima deganda shunday desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, nima deb aytdilar? La af'al hatta ma asta'zanaha. Alloh. Abul Os, o'tirgining, men borib so'rab kelay Zaynabdan, to Zaynabdan so'rab kelmasam javob bera olmayman dedi. Ichkariga borib qizlarini Bibi Zaynab onamizga bordida, "Ibn xolatak ja'ani zakkara ismik." Ya'ni aytdi, "Ya Zaynab, xolangni o'g'li keldi va seni otingni tutdi." Degandan Bibi Zaynab onamizga qarab aytdiki, "Hal tarzinahu zawjan laka?" Oya, shu seni olaman deb kelibdi. Seni qabul qilasanmi qizim deganda Bibi Zaynab onamiz qanday deydi? Fahmarra wajhaha va abtasamat. Yuzlari qizarib ketib, tabassum qilib pastga qaradilar deydi. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib bordi, bor Zaynab rozi ekan dedi. To'y qildilar, zindagi ko'p yaxshi o'totmidi. Bir o'g'il, bir qizlari bo'ldi. O'g'illarini otini Ali qo'ydi, qizlarini otini Umoma qo'ydi. Lekin bir necha yildan keyin bir katta tag'yirot bo'lib qoldi. Dunyo chappa rostda bo'lganday bo'lib. Qanday? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib qoldilar. Va hamma darrov keldi, gap bo'ldiki, islomni bilasizlar, avvallarda qancha qiyinchilik, lekin shu vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmon bo'lgan vaqtlarida Abul Os tashqarida edi. Ya'ni Makkadan boshqarga ish tijoratga ketgan edi. Musulmon qaytib kelganda Makkadan kirotibdilar, kirgandan hammasi hozirgi ish bilan ko'rasizlar-ku. "Hey, sen xotini qulisan, unday bo'ldi, xotining gapiga kirasan, boshqa qilasan" degan gaplar aramizda bor-ku. Abul Osni Makkadagi butun tonikonloshlari qanday qildi? "Yo Abul Os, xotining toza din topdi, hozir din topdi, xotining diniga kirasanmi, xotining zot qilib", to uyga kelguncha butun oshnalari buni gaplab, ozor berib, ta'na bergandek qilib keldi. Bu uyga kirib kelgansa, ko'rgandan xotini chopalab chiqdi-da, nima deb aytganda, Bibi Zaynab onamiz bilasizlar, xursandlik, otasi payg'ambar bo'ldi, dara onalari musulmon bo'ldi, butun ahl musulmon bo'lgan, Hazrat Ali kichkinaligidan musulmon bo'lgan, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Usmon roziyallohu anhu, bular hammasi musulmon bo'lgan. Kelib xo'sh bo'lib o'tirganda, eri chopalab chiqsa, aytdi, darvozaga chiqqanda, "Indi laka xabarun azim" degan edi. Eri aytdiki, "Eshitdim, men bo'lmayman" deb. Aytdiki, "Yo Abul Os, otam bilasan, men doiman hamma odam ham biladi. Bir sen bilmaysan, men ham bilaman, hamma biladiki, ma kuntu li ukazziba abi. Otam hech vaqt yolg'on aytmagan, va ma kana abi kazzaba va kana sodiqul amin. Hamma Makka biladiki, jaholat vaqtida ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning taxalluslari sodiqul amin. Ya'ni bir kalima ham yolg'on bo'lmagan. Undan keyin masalan bir man yakka emas-ki, menga qar qilyapsan, achchiq qilyapsan-ki, men musulmon bo'ldim deb. Onam musulmon bo'ldi, opalarim hammasi musulmon, singlarim hammasi musulmon bo'ldi, Ali musulmon bo'ldi, Abu Bakr oshnong musulmon bo'ldi va ammangning o'g'li Usmon roziyallohu anhu musulmon bo'ldi. Hammalari bo'ldi desa, Abul Os aytdi, "Valakin ana la, men bo'lmayman musulmon" dedi.
Xo'sh, shu raqam bo'lgandan keyin qanday bo'ldi? Shu raqam bo'ldi, bu narsa qilgandan keyin aralarida xotini ko'ringlar, janjal qilmay, hozir shu raqam bo'lsa, men otam haqdor, payg'ambar bo'lib turibdi, siz nima uchun zakka kirmaysiz deb janjal qilib qancha qilar edi. Zaynab aytdi, xotiningiz mana Abul Os, inshaalloh qarab turaman, haqiqatni bilib qolarsan dedi u. Shu raqam qoldi. Bu ketishdan qanday bo'ldi? Endi musulmon bo'lmay necha yil Makkada yurganlarda yurgan ediki, bilasizlarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hijrat vaqti bo'lib qoldi, lozim chiqish kerak, hijrat farz bo'lib qolgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma musulmonlarni olib bilasizlar Madinaga ketdilar. Madinaga ketgan vaqtida ko'ringlar, Bibi Zaynab onamizni, ikkita avlodim bor, uyim buzilmasin, boshqa bo'lmasin. Men otam bilan ketsam o'sha yerga, otam ham payg'ambar bo'lsa, ham podshoh bo'lsa, ham rahbar bo'lsa, ham musulmon bo'lgan bo'lsa, erim masalan kofir bo'lsa, qanday bo'lsa ham shu avlodim yatim qolmasin, qanday bo'lmasin, biroz sabr qilay, Alloh insof beradi ko'ringlar. Ro'zgor, avlodim, erim deb butun otasidan, boshqasidan hammasidan ajraldi. Otasiga borib aytdi, yo otajon, menga ijozat berasizmi? Erim rozi bo'lmay yotibdi ketishga, men qolay deb edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, nima? Hamma odamni birinchi maqsadlariki musulmon qilmoqchi, kofirlar bilan hamisha yo'lga solib boshqa qilaykan, bu ki kuyovim bo'libdi, musulmon bo'lsang bo'l, bo'lmasa qizim deb xonadon buzilishi kerak emas. Qaysi raqam bo'lsa ham sabr qilib aytdiki, Zaynab, mayli qizim, sen ering bilan o'tiraver. Nima uchun? Xonadon buzilmasin, qizim beva qolmasin, nevaralarim yatim bo'lmasin degan. Biz sizlar qayerdamiz? Shunday rasulni, payg'ambarni ummati deymiz-ku, lekin bir zotini amal qilayotibmizmi? Bir zot bilan bilayotibmizmi? Hozir shu kecha kunduz bo'layotgan urushlarni, yaqalashlarni bir salotani sho'r qilibsan, oshni Hazbiroy Xudo ko'rib yashab yuribmiz axir. Tuzini past qilibsan, boshqa tugmamni uzilib ketgan ekan, shuni tikib qo'ymaysan degan gaplarga urush, yaqalash, nima janjallar borib, ikki familiyam orqasidan borib yaqalashib, sen qizimni bunday debsan, sen kuyovimni bunday degansan. Hozir shunday bo'lib qopti. Keyin kuyovlarni bu ayollardan gapira, kuyovlarchi, agar qaynotasi biron oshnalarni yonida bir gaplaganda o'tirib olsa, qaynotasi bir gap aytsa, o'zim ko'rsatib qo'yaman, saqqolini ko'ringlar qani? Katta odam bo'lib turib, mana hammani yonida biyob qildi, o'zim ko'rsatib qo'yaman deb nima qiladi? Achchig'i kelganda uyga borib, ikkinchi otangni ko'rmaysan, otangnikiga bormaysan deydi. Hamma zarini bechora kelinga aytadi. Qaynota chiqay. Ba'zi qaynotalar, lekin hammasi emas. Xafa bo'lmanglar, yaxshi ham bor aramizda. Ba'zi qaynotalar kuyov yosh, tajribasi yo'q hayotdan. Bir xatoni qilib, bir nechta yoshliqmi, yo bir mehmondorchilikmi, yo birta oshnasini yonida qilib qo'ysa, o'zim ko'rsatib qo'yaman. Mani kuyovim ikkita odamni yonida mani shunday qildi, mani ehtiromni qilmadi deb, yana boratda qiziga nima deydi? O'tirgining to o'zi yolvorib kelmaguncha deydi. Xonadonni buzish emas, ularni xonadonni yashasin, to'y bo'lgandan so'ng baxtlik bo'lsin deb duo qilib ko'rish kerakmi yo ko'rish kerak emasmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib turib, hijrat farz bo'lib, hamma oilasini olib ketganda faqat eringa qarab turgin deb katta qizlarini tashlab ketadilar. Qachongacha o'rganmaymiz, qachongacha zot qilmaymiz? Xonadon uchun, isloh xonavoda uchun va ravobit xonavoda uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu zotlarni nima uchun qilgan? Biz faqat ummatlarim o'rgansin, bilsin deb qilgan aziz birodarlarim. Shu raqam bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Bu qog'ib kelgandan so'ng G'azvatul Badr boshladi. Badr boshlaganda aziz birodarlarim, Bibi Zaynab onamizga ko'p qiyin bo'ldi. Qanday? Makkani kofirlari hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan urushga tayyorgarlikka ketmoqchi, hammasi sipar olib, salo olib zot qilsa, eri ham salo olib ketarsa, bu tarafdan eri, u tarafdan otasi shunday yig'lab duo qiladi deydi. Yo Rabbim, bugun shunday erta oftob chiqishdan qo'rqaman. Yo meni bachalarim yetim bo'lar, yo men o'zim yetim bo'larman. Ya'ni agar otam o'lsa, men yetim bo'laman, kofirlar komyob bo'lib, agar ular komyob bo'lib, erimni o'ldirsa, bolalarim qanday qiladi deb duo qilyapti deydi. Aziz birodarlarim, inoqalarim, opajonlar, onaxonlar.
kelinlarimiz hammada bor, hammalarni baxtli qilsin. Kelinlarni bordan qaynotalar, qaynonalar bilan bila qilsin va kelin yo'qlarida Alloh inshaalloh kelinlikka tezroq olib borsin, qizlarimizga Xudovand baxt bersin, o'g'illarimizni Xudo ishini oson qilsin. Lekin biz bilaylikki zindagi nima, hayot nima, er-xotinlik nima? Er-xotinni bir-birovni qadrini bilmasak qachongacha yuramiz? Qanday qilib bilamiz? Qanday qilib biz xonadonimizga ravobitni topamiz va bu ustimizga kelgan mushkulotlardan xalos bo'lamiz, birodarlarim. Shu raqam bo'lganda Bibi Oynab yig'lab turganda Bibi Zaynab onamiz bir vaqt xabar keldi ertasiga-ki musulmonlar komyob bo'ldi deb. Darrov Allohga shukr qilib Bibi Zaynab onamiz sajda qildilar deydi. Sajda qildi, onamiz komyob bo'lsin deganda, darrov so'nda otasi so'ragandan keyin, "Erim nima bo'ldi hay desa?" "Ering mutaassifona kofirlar bilan urushib, musulmonlarga asir bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llariga asir bo'lib tushdi. Erim urushib asir bo'lib tushdi, lekin alhamdulillah otam komyob bo'libdi. Buni nima qilish kerak ekanda, bilasizlarki, hamma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har kim fidya olib kelsa, bir odam asiri bo'lsa, fidyani olib turib qo'yib berar edi. Shunda Bibi Zaynab onamiz ham qanday qildi? Bir talokatlari bo'yinda bor. Masalan, boy xotin emas, zot emas. Oldida meni erimga olib borib beringlar-da, erimni ham chiqarib olib kelinglar deb Makka odamlaridan bo'yindagi lokatini toqib turganini olib eri uchun yebardi. O'rga borganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilasizlarki, har kim hadiya olib kelganda, fidoni ko'rganda Rasululloh sallam bu kimniki? Bu faloniki, xolos erini qo'yib beringlar. Bu kimniki? Bu falon odamniki, odamini qo'yib beringlar. So oxirida bittasi ko'rdiki, bir lokat ko'ziga bir raqamroq ko'rindi. Ko'rib turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qaradiki, bu lokat kimdan? Bular aytdilarki, Abul Os ibn Rabidan, ya'ni o'z kuyovingizdan buni Zaynab yebaribdi. Qaranglar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni boshqa vafoni ko'ringlar endi. Bu yerda bir er xotin vafo uchun nima qiyinchilikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'lib ketgan Bibi Xatija onamizni lokatini ko'rib ko'zlari yoshga tushib, butun sahobalarda o'zlari hokim, o'zlari payg'ambar o'z ixtiyorida sahobalardan so'radi. Nima dedi? Menga ijozat berasizlarmi? Sizlar haqlaringdan kechasizlarmi? Shu lokatni men qaytarib bersam, chunki bu Xadijaniki. Hozirgi zamonda Alloh hammani xotini bilan qo'shib bir umr uzatsin, yashashin, lekin xotini agar o'lib qolib zot qildimi, bir oy bo'lmay akslarni yirtib tashlaydi, 3 oy bo'lmay boshqa qiladi. Agar bir boshqa xotin bilan uylanayotgan bo'lsa, avvalgi xotinimdan bir yodlama, bir xotin emas edi, qanday bo'lsa ham ro'zg'or qilib yurgan edik deydi. Ko'ringlar, vafo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muncha yosh xotin Bibi Oysha onamiz qizligi bilan olgan yosh qiz o'zidan 25-15 yoshga katta Bibi Xatija onamizning lokatini ko'rib yig'lab, sahobalardan ijozat olibdilarki, bu Xatijani lokati edi, buni menga ijozat bersanglar, men qaytarib yuboray deb. Oltda Abul Osga aytdiki, "Ya Abul Os, sen buni olgining va Zaynabga olib borib bergining va Zaynabga olib borib bersang, Zaynabga aytginingki, ey Zaynab, bu Xatija onangdan qolgan nishoni, buni hech vaqt yo'qotmagin" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bibi Xatija onamizni o'lib ketgandan keyin bir lokatini ko'rib, yig'lab turib, uni yod qilib zot qilatibdi. Dini islom, muhabbat, kelishlik, birlashik, aziz birodarlarim, quruq ibodat emas. Biz nima, albatta g'alat tushirmanglarki, ibodat hammadan zarur, lekin hamma narsani udkhulul fis-silmi kaffatan, hammasini bila qilishimiz kerak. Qachongacha bittasini tutib, bittasini tutmaymiz deganda, xo'p, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima yana Abul Osdan so'radi. Abul Osga aytdiki, "Sen Zaynabga olib borib ber, lekin agar musulmon bo'lib qolsang qanday yaxshi bo'ladimi Abul Os? Qaranglar, kuyov bo'lgandan so'ng pataka qilib, urishib, haqorat bergan yo'q-ku." So'radilar yana Abul Os, "Agar musulmon bo'lsang yaxshiroq bo'ladi" desa, "Yo'q Rasululloh, men musulmon bo'lmayman" dedi. U oldi, ketdi. U ketgandan keyin, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketmasdan avval kechirasizlar, oltda odamlardan bir qiraroqqa oldida nima dedi? "Yo Abul Os, men senga bir gapni aytmoqchiman. Hozir din islomda bizga nima bo'ldi? Amr bo'ldiki, musulmon bilan kofir bilan bo'la olmaydi, er xotin bo'la olmaydi, to musulmon bo'lguncha. Agar
ijozat bersang mani qizimni yuborsang. Xo'sh ya Rasululloh, men qizingizni yubaraman dedi va to'ppa to'g'ri kelib Bibi Zaynab onamizga aytdi, "Tappa tayyor bugun ketamiz" dedi. Nima ketamiz? Qayerga boramiz? Yo'q, men bormayman. Sen bachalaringni ol, seni dining senga amr qilibdiki, kofir bilan musulmon yotishi to'g'ri emas ekan, sen otangni yoniga borganing. Endi Bibi Zaynab onamiz qanday qilsin? Erini shuncha yillik uchun necha yillar qolib ketdi-ku, buncha uzoq yil burada Makkada. Shu yerda qolib ketganda qanday qildi? Nima qilsin? Eri bilan qolsinmi otasini? Ko'ringlar, bu holatda kelganda din degan avlaviyat, majbur din degandan keyin erini olib, ijozat olib ketdi Makkaga, Madinaga va Madinada borib otasini uyida o'ltirdi. Xo'sh, shu zotlarni eshitib turib ko'ryapmizki, bunchalik na janjal, na boshqa, na zot nima qilgandan keyin bordi, Umoma bilan Ali o'g'illarini oldi va Madinagacha olib borib kelsa, yana borganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyining o'ltirganing Abul Os musulmon bo'lasanmi degan edi. Yo'q desa va Bibi Zaynab onamiz ham siz ham qoling bachalaringiz yoniga, musulmon bo'lasizmi desa, yo'q, sen otangni yonida qolavergining, men musulmon bo'lmayman dedi u, ketdi yana Makkaga. Aradan 6 yil o'tdi. Bibi Zaynab onamiz ikkita avlodi bilan otalari yonida Madinada va Abul Os Rasululloh sollallohu alayhi vasallam katta kuyovlari musulmon bo'lmasdan bunchalik yildan beri kofirlar bilan qo'shilib Makkada yuribdi. Bu qanday bo'ldiki, Makkadan bilasizlar Shomga taraf odamlar qofila bilan tijoratga ketar edi va Makkani odamlaridagi hammasi muhojirat bo'lib kelgan, Makkada uyini oldi, joyini oldi, pulini oldi, hamma zotini oldi, hammasi Makkadagi o'z aka-ukalari, faqat musulmon bo'lganlarida azob berib zot kelgan edi. Bular musulmonlar qanday qilar edi? O'sha Makkadan qofiladan o'tayotgan Shom tarafga ketayotgan karvonlardan haqqini ko'rayotgan odamni bo'lsa olib qolar edilar, yo'lda qaytarib. Mana haqqimni bergining, menikini nima uchun olding deb. O'sha raqam bo'lganda bir kecha Abul Os Madinadan o'tib ketayotganda tutilib qoladi kofirlar bilan. Kofirlar bilan tutilib qolgandan so'ng qochadi Madinaga kirgandan so'ng qayerga borsin? Yarim kecha qayerga borishini bilmay to'ppa-to'g'ri o'z uyiga deganda xotinining yoniga bachalari bor. Bibi Zaynab onamizni uyiga boradi. Darvozani tak qilsa Bibi Zaynab onamiz ichkaridan kim desa, "Men Abul Osman" deydi. Bu kecha yarim kechasida masalan Abul Os kelgandan darrov ichkariga kelgining, mana xolamning o'g'li ket desa, Abul Os so'raydi, "Musulmon bo'lmoqqa keldingmi?" "Yo'q Zaynab, men musulmon bo'lmoqqa kelganim yo'q, musulmonlardan qochib keldim. Ertagacha menga joy bersang. Mana avlodlaring bilan sen o'ltirgining, qo'rqmagining, xolamning o'g'li bo'lasan. Mana bu avlodlaring, men darvozaga chiqib ko'chaga payra qilib turaman, hech kimni ichkariga kirgizmayman." Alloh Alloh. Qaranglar, yana avlodim yetim bo'lmasin. Shunday ham holatda bo'lsa ham, "Ey 20 yildan beri sen musulmon bo'lmading, mana otam payg'ambar bo'lsa, zot bo'lsa, urush, janjal, sen kofir desang, seni bir aziyat bermoq yo'q." Shu raqam bo'lgandan so'ng erta bilan bomdod vaqtigacha Bibi Zaynab onamiz darvozaning yonida payra qilib o'ltirdilar va Abul Os kirib o'g'li bilan qizi bilan o'ynashib kechasi yo uxladi yo o'ltirdi. So'ng erta bilan namozga bilasizlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ayollar ham borib orqa tarafdan saf tutib o'qir edilar. O'shanda tutganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'ringlar Bibi Zaynab onamizni. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni o'qib assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom bergandan birdan joylaridan turdilar-da. Nima deb nimani namozdan keyin qad ajjartu Abul Os dedi. Hamma masjidlar yechitdi. Ya'ni men yo Rasululloh Abul Os xolamning o'g'liga panoh berdim dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki odamlarga hal sami'tum ma sami', ya'ni birontasi ishtiboh qilmasinki, men kecha kofirlarni kuyovimni olib kelib uyimga yashirib qo'ydim. Vallohu meni ham xabarim yo'q. Sizlar eshitgan gapni men ham hozir eshitib-o'tibman dedi. So'ngra Bibi Zaynab onamiz dubora aytdiki, "Yo Rasululloh, men Abul Os bachalarimni otasi bo'lgani uchun shunga panoh berdim" degan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Ey Zaynab, sen panoh berganda bor biz ham panoh berdik" dedi. Chunki men Abul Os kuyovimdan hech vaqt bundan yamonlik ko'rmadim. Masalan, "Inna haza rajul haddasani fasaddaqani va wa'adani fawaffani." Qachon menga bir zotni va'da qilgan, va'dasiga vafo qilgan va hamisha menga sidq gapirgan.
Allah 20 yildan beri musulmon bo'lmaydi, aytganini qilmay yurgan bo'lsa, biz agar qaynota bo'lsak, kuyovimiz bilan qanday zotni qilar edik? Shunday holatda ham kuyovining yaxshilik tomonini aytibdiki, menga hech vaqt yolg'on aytmagan va hamisha va'dasiga vafo qilgan deb. Qachongacha bilmaymiz, qachongacha o'rganmaymiz. Biz qayoqqa qarab ketyapmiz o'zimiz? Kechirasizlar, aksariyatimiz desak ham bo'ladi, hozirgi zamonda ibodatlar emas, odatlar tomonda ketyapmiz. Ibodat dini islom bu raqam deydi, lekin qishloqimdagi, hamsoyamdagi, ko'chakamdagi odat bu raqam deydi. Ibodatlarni qo'yib, odat tarafiga o'tib ketyapmiz, aziz muhtaram ko'ruvchilar. Agar bir oz ehtiyot qilib, tushunib olib, amal qilmasak, kelishimiz qaysi raqam bo'lar va qanday bo'lar? Xo'sh, shu raqam 20 yildan mushkulot bo'lib musulmon bo'lmagan kuyovini ham ko'rsanglar, insoniyat tarafdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima qildi? Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Agar sizlar qabul qilsanglar, shuni pas qo'yib beraylikki, sizning Abul Os shahriga, hatto agar xohlasanglar mollarini ham qaytarib beringlar, bunikini olmanglar dedi. Sahoba ikromlar olib kelib hammasi yoniga qo'ydi. Hatto yonida bir gilos suv bo'lsa, suvni ham olib kelib berdilar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu ham suv edi deb. Shunday deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ng qizlari bilan namozdan masjiddan chiqdilar-da, ichkariga bordi. Abul Osni yoniga borganda Abul Osda Bibi Zaynab onamizga aytdi, "Xolangni o'g'lini ikrom qilgining, mehmoning bo'ladi va bolalaringni otasi bo'ladi." Alloh Alloh. Dushman uyiga kelib tursa aytsaki, "Sen xolangni o'g'lini ikrom qilgining, ehtirom qilgining, avlodlaringni otasi bo'ladi, lekin yoniga yaqinlashmaysan. Senga harom" dedi. "Xo'sh, otajon" dedilar. U ot mehmonini ikrom qilib, nima qilib o'ltirgan edi. Kunduz bo'ldi. Abul Os zotlarini olib ketayotganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nega bormasan? Hali Bibi Zaynab onamiz uylarida aytdi, "Yo Abul Os, bizlar ham seni sog'inamiz, sen ham bizlarni sog'inasan. Mana 1-2 soat avlodlaring bilan o'ynading, o'tirding, musulmon bo'lib qolsang bo'lmaydimi?" "Yo'q, men bo'lmayman." Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlariga bordilar, zotlarini olib ketayotganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana so'radilar, "Yo Abul Os, agar xohlasang, musulmon bo'lsang, ayla xotining, ayla bachalaring, din islomga kirsang, nima deysan yaxshiroq bo'ladi?" desa, "Yo Rasululloh, yo'q" dedi. U mollarini oldi, u ketdi. Nima bo'ldi? Ketgandan keyin to'ppa-to'g'ri bordi Makkaga. Makkaga borib o'ltirib shaharga kirdida, tamomi Makkani odamlarini qichqirib, "Oy odamlar, Makkadagi mana bu mollaring, mana bu omonatlaring, hammalaringni oldim, birontadan meni qolgan zoti bormi so'rasam, mana men tayyorman" dedi. Makkanada "Yo'q, mana omonatimiz bor edi, hammasini olding, sen omonat qilding, hammaga vafo qilding" desa, "Hay, men faqat sizlarni omonatlaringizga kelgan edim, men to'ppa-to'g'ri qaytib ketaman, men borib musulmon bo'laman, ketdim" deb to'ppa-to'g'ri Madinaga bordi. Madinaga bordi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni masjidning ichiga kirdida, to'ppa-to'g'ri ichkariga kirib, to'ppa-to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ro'barini cho'kka tushib aytdi, "Yo Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh." Butun masjiddagi hammasi Allohu akbar deb takbir aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning katta kuyovlari 20 yildan keyin oldida keldi masjidning ichida musulmon bo'ldi. Rasululloh qancha xo'sh bo'lgandir, Bibi Zaynab onamiz qancha xo'sh bo'ldi, u bachalar zot qildi, lekin 20 yil sabr qilgandan keyin bu Rasuli Xudo, bu Bibi Zaynab onam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari va bu Abul Os 20 yil bir birovga shiraqam qilib yurib, shunchalik achchiqni, zahmatni ko'tarib turayotgan bo'lsa, shu payg'ambarning ummati bo'layotgan bo'lsak, biz sizlar oilamiz uzoq bo'lmasin, bir bo'laylik deb nima qilyapmiz, nima fidokorlik qilyapmiz va nima zotlarni tahammül qilyapmiz. Mayli, bemashokil zot yo'q, bemashokil zot yo'q. Er xotin urushadi, urushmaydi emas, zot bo'ladi, lekin bir zot yotdan chiqmaylar. Qanday bo'lsa ham xotining,
er xotinni urushi doka ro'molni qurishi deydi. Puf desang sayr bo'lib ketadi. Bir daqiqa achchig'ing keldingmi, yana 5 daqiqadan keyin jonim ko'zim degan bo'lib ketadi. Er bo'lsa xotinni tahammul qilaylik, xotin bo'lsa erni tahammul qilaylik. Shirin zindagi yashash uchun ozroq bizroq fidokorlik qilaylik. Faqat qissadan matlab, maqsad shu aziz birodarlarim ki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'ringlarki, o'z qizlarini, avlodlarim yetim qolmasin va qizim beva bo'lmasin deb qancha fidokorlik qilgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning butun onalari, opalari, ukilari, hamma qarindoshlar musulmonlar Madinada hokim Aysha ishrat qilib hammasi bir joyda o'ltirsalar, bu qiz Makkada kofir erim bor deb, avlodim uyim buzilmasin deb 20 yil sabr qilgan bo'lsa, xo'sh, bu musulmon bo'lgandan so'ng qanday qildi? Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lidan oldilarda, to'ppa-to'g'ri bordi, darvozani taqillatdi. Darvozani taqillatgan edi, Bibi Zaynab onamiz kelib darvozani orqasida turganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha avvalgi gaplarini aytdi. Ya Zaynab, inna ibni xalatak Abul As yasta'zin in yaraji'ak. Xolangni o'g'li Abu As keldi, dibora nikoni tozalamoqchi. Sen qabul qilasanmi Zaynab degan edi. Yana shu 25 yilmi, 20 yildan ko'proq qizligida zotda fahmarrat wajhaha va ibtasamat deydi. Yuzlari qizarib ketib ibtisoma qilgan edi. Rasululloh borib dibora nikoh qilib oldi, lekin mutaassifona nima bo'ldi? Bibi Zaynab onamiz 1 yil Abu As musulmon bo'lgandan keyin dunyodan rihlat qildilar. Va Abu As kecha kunduz bachalarini olib, quchog'iga olib, xosatan omomaga onangni yodlataman, onangga o'xshaysan, zakkirni Zaynab, zakkirni Zaynab. Umidki bu qissani eshitgandan keyin hammamiz bir oz bo'lsa ham qo'limizdan kelgancha achchiq, mayli, bejanjol uy yo'q, bezot yo'q. Agar o'zimiz gulimiz, xonadonimiz hammasi gulday bo'lsa ham, qarindoshlarimizda mushkulot bo'lsa, o'rtaga kirib, hamsayoyimizda mushkulot bo'lsa, nasihat bilan isloh bo'layotgan bo'lsa, qo'limizdan kelganicha qilib, agar Xudo naxosta xonadonimiz sho'razor bo'lgan bo'lsa, dini islom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni axloq yo'llaridan o'rgatib, lolazorga inshaalloh uni tabdil qilaylik. Va hammalaringga kattadan katta rahmat. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.